Kadar kechki ishimizga Cobalt mashinamiz 2 xil rejimda ishlaydigan, pultda ishlaydigan glushitr qo'yib berdik va akropoch nasatkalarni zo'r qilib o'rnatib berdik. Hozir ko'rsatamiz. Almashtirganmiz. O'zini zavodskiy olib tashlaganimizda o'zimizdan chiqadigan 2 xil rejimda vakuum asosida ishlaydigan glushitr qo'yib berganmiz va chiqib ketishiga akropoch nasatkalarni qo'yib berganmiz. Qolgan joylari o'zini zavodskiy holatda turibdi. Ovozlari ham shahar ichi bo'lib, ham sportivniy 2 xil ovozda bo'ladi. Hozir bir eshittirib ko'rsatamiz. Hozir ana o'chiq holatda. Gaz bering. Pult yoqamiz. O'chiramiz. Yoqamiz. Shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, telefon qilishlaringizni ishlaringizni zo'r qilib bajarib beramiz.